Dikşene devamı vatandaş, hürmetlik vatandaş, bugünkü sizlere 2022 yıl 7. ayının 10. günü. Muşundaq bolğanda Cungo'nun vatanperver oğurları Shinzo Abe'nin vafatıga neme dep şal boludu. Vatanperverligini qo'shtirnoq ichida juma vatandoshlar. Endi davomi Shinzo Abe butun dunyoning Jungo Kompartiyasi qarshi fikr qilish to'lqinining volqoniga aylandi. Yo'q, kechiring. Fikr qilish to'lqinining simvoliga aylandi. Bu simvolning yiqilishi jush urib rivojlanayotgan o'ngchil ideya fikrlarni ojizlashtira olmayla qolmasdan balki tamom aksicha dunyodagi demokratik davlatlarni va xalqlarni texnik ittifoqlashtirib dunyoviy qimmat qarashlarini butun kuchi bilan himoya qiladi. Bugungi dunyoda Jungo bilan Rossiyani qo'rshovga ilish vaziyati endi o'zgarmaydi. Amerika ve NATO maslahatlashib Ukraina urushidan keyin NATO'ni qayta qurib chiqmoqchi bo'lishyotir. Bu ish Rossiyaning ustidan chuqur g'alaba qiladiganligini ko'rsatadi. Navbatda Tinch okeani bo'ylab elib berilayotgan harbiy manverning mislsizlik darajasi bevosita Jungo Kompartiyasiga qartilganligi to'g'risida gap ketmaydi. Prezident Vladimir Putin yaqinda ko'z yumdi. Prezident Putin yiqilgan amon Xi Jinping chenib qoladi, yolg'iz qoladi. Shinzo Abening vafoti Jungo Kompartiyasining gumron bo'lishini tezlatadi. Shundaq bo'lganda Jungoning vatanparvar o'g'rilari Shinzo Abening vafotiga nima shuncha xushal bo'ladi? Yaponiyaning yuqori fan texnikasi bilan iqtisodiy kuchi asoslari chunqur. Yaponiya xom ashyolari va sanoat mahsulotlari Jungoning sho'ligaylarini eqitadi. Shinzo Abening vafotidan keyin Jungo bu narsalarga erisha olmaydi. Yaponiya şirketleri Jungo'dan tamam çekinidir. Yaponiya meblağı Jungo'dan yok oladı. Bu çokum yüz berdiğen özgertkili bulmaydiğen vaziyettir. Şundaqken Shinzo Abe'nin vafatıdan Jungo'nun qo'shtirnoq ichidagi vatanparvar o'g'rilari nima ancha xushal bo'ladi? En yeni xabar şu bo'ldi ki Shinzo Abe'ni qo'g'dashga mas'ul bo'lgan 6 nafar alayda xizmat xodimlari kollektiv holda o'zining qo'shig'ini yerib o'lib olish murosimi o'tkazib Shinzo Abe'ning vafotiga mas'ul bo'lgan javobgarlikka javob qaytardi. Ya Allah. Bundaq bir xalq va bundaq bir millat hurmat qilinishi kerak. Hürmetke sazavor bo'lishi kerak. Kishini chunqur o'ylantirdi. Shinzo Abe'ni qo'g'dashga mas'ul bo'lgan 6 nafar alayda xizmat amaldori Shinzo Abe'ni bu o'limdan, mushu voqeadan qutqizib qololmaganligi uchun buning mas'ul javob berib 6 odam murosim o'tkazib naq maydonda qo'saqni yerib o'lib olgan gap. Mana bu Yaponiya dunyodagi bir millatdir. Mag'ribdan mashriqcha o'lib ko'rdiyotgan jasadlardan o'likdan roh madad tilamaydigan millatdir. Duogo'ylik bilan vatanga omonlik, duogo'ylik bilan vatanga mustaqillik talab qiladigan millat emasdir Yaponiya. Şuna yuqorqidagi ruh bilan Yaponiya Osiyoda, Yaponiya dunyoda Yaponiya bo'lib kelayotgan millatdir. Tarixda siyosat rahbarlarining suiqasdga uchrashidan unumlik inkaslar kichik bo'lganda davlat ichida siyosiy davolg'ush keltirib chiqargan bo'lsa, cho'ng bo'lganda dunyo urushini keltirib chiqargan edi. Bugungi dunyoda
taraf-tarafda kirsiz. Taraf-tarafda ot yalqını. Çünkü Kompartiyasının uzul kesel hesap alıdığan külle yakınlap geldi. Bir grup tirik cesetle Perixollarning Gülixoni atrofiga toplanıp quyoshning tog' kaynidan ko'tarilishini to'sib qololmaydi.